Assalomu alaykum. Rahmat. Tinchib dam olib bir-biriga bo'lgan muhabbati tufayli. Qolaversa sizlarni bizga bo'lgan muhabbatingiz. Qolaversa shu xonadonni bizga bo'lgan muhabbati. Bizni bugun muntazir bo'lib kutayotgan joylar juda ham ko'p. Shu yerdagi hofizlarni ham, sozandalarni ham. Lekin ming afsus, faqat bitta yo ikkita kishini dilini shod qilib, ikkita uchta xonadonni dilini shod qila olamiz ekan bir kunda. Shu bilan birga sizlarga o'xshagan do'stlarning dillarini shod qila olar ekanmiz. Ko'pchiligini xizmatini qila olmayapmiz. Mana bu yerga yetib kelgunimizcha biz yana bir ikkita do'stlarning xizmatini qilib, yaqin do'stlarning xizmatini qilib keldik. Bundan keyin yana boradigan joylarimiz ham bor, o'rtoqlar. Bu biron narsa uchun emas, yo bir pul mol uchun emas, faqat shu do'stlarning yuzi issiqligi uchun. Shuning uchun bo'lyapti hammasi. Agarda birontasini shu yerda to'plangan sozandaning birontasini so'rasangiz, hozir nima uchun keldik desangiz, shu hamkasabamni bir dilini yoritib xursand qilish uchun, qolaversa shu yerdagi xalqni ozgina bo'lsa ham dillarini shod etish uchun keldim deydi. Biz ham shular qatori kelganmiz. Yana xayolingizga boshqa narsa kelmasin. Bu boshqa joyda biror narsa birontasidan pul olib qo'yib, o'shundan nari shuning uchun kech keldi degan gap bo'lmasin o'rtoqlar. Hozirgi she'r o'qigan o'rtog'imga javob qilyapman xolos. Agar shu narsa bo'ladigan bo'lganda, hozir men bu yerga kelmasdan maza qilib o'sha pulni olib bitta joyda o'tirib ashlayotgan bo'lardi. Xullas, sizlarni biz intizor qilib qo'ygan bo'lsak, boshimiz yerga yetguncha ta'zim qilib uzr so'raymiz. Bu yerda hech narsa rol o'ynayotgani yo'q. Faqat bir odamiylik, bir insonga bo'lgan insoniylik hurmati yuzasidan kelganmiz. Sizlar to'g'ri tushunib oling. Bundan keyin ham shunday bo'lib qolsa kerak. Xalq och qo'ymaydi-yu baribir. Jahonni kezdimi do'stlar, ajab hangomalar ko'rdim. Tog'i toshi bog'rog'u gulu gulzorlar ko'rdim. Jahonga kelganin sezmay ketaman, vaqtini ham bilmay. Bu qanday sir devon hayron, yana hayronlar ko'rdim.
Ating teksa do'stlik qilgan, hatta itingni sizlagan, pul mol uchun do'st bo'lgan ajab do'styorlar ko'rdim. Ki oshini yeb birga, tavog'ini urib yerga, tuz yeb turib tuzdoniga tupurgan devonalar ko'rdim. Qarindoshi yotib yurgan, bir-biriga qosh chimirgan, bir onadan oq sut emgan ajab begonalar ko'rdim. Bir onadan oq sut emgan ajab begonalar ko'rdim. Birov bundoq, birov bundoq devon, g'iybatni aylovchi, shaytonga ham dars berguvchi ajab insonlar ko'rdim. İnsanlardan yaralguvchi ajab shayton ko'rdim. Hamon kezmoqdaman do'stlar, kezib oxir bunda yetdim. Do'st dushman ichra durman, bilmam sirin kimga aytdim. Mardlar bilan o'tirganda do'stlik sharobini ichdim. Nomard bilan o'tirganda mardlar g'iybatin eshitdim. Go'zallarla o'tirganda jahonni g'amidan kechdim. Jahonga keldim ammo bilolmasdan qachon ketgum. Jahonga keldim ammo bilolmasman qachon ketgum. Yig'ilgan do'stlar içinde yana do'st yorlar ko'rdim. Yig'ilgan do'stlar içinde yana do'st yorlar ko'rdim. Yig'ilgan do'stlar içinde yana do'st yorlar. Kirmaman manli bilan o'rnida turgan